qilasan? Sen hali seni yeridan qochadigan bo'ldingmi? Sochim. Mendan yashirasan. Urmang, urmang. Chirobosini. O'zim. Qaldirg'ochlar Cho'pa-cho'p siysanmi? qaldirg'ochlar senga to'lib endi qayta tizilmaslar endi qayta tizilmaslar hislarim ham quvonch bo'lib Hozir qoladi bolam. Oyi, nimaga dadam sizga baqiradilar? labdan endi Senga ko'rsatib qo'yaman. Ko'ndingmi? Urmang. Ko'rsatib Jon qo'yaman. dadasi Qo'lbek. urmang. sadaraxon Dadam soyasiday qayerga qo'yarsan? Ay, sochim. Aralashma. Qani? Bolam. Bolajon. sadaraxon Dadang soyasiday ishdan charchab keladilar-da bolam. Dadam hozir ustalarmi? Ha, ishdalar. Oldik. Onasini emsin to'yib ketdim bu hayotdan. Qiz. Bitta dona o'g'il bo'lganda edi. Hozir yonimda o'tirgan bo'lardi. Men bunaqa o'tirgan bo'lmasdim. Mana, menda o'g'il ham bor, qiz ham bor. Lekin qaysi bir ishga qo'l urmay, ishim orqaga ketadi. Birim ikki bo'lmaydi. Hamma ishim muammo. Orqaga ketgan. Sanlarni muammoyinchi to'g'ri muammo emas. Ne unaqa deyapsan? Senga savolda, Xo'sh, mana qara, hech orzuyingni orqasidan 5 kilometr yugurganmisan?